Diqqat aholiga tezkor xabar. O'zgidromet agentligi 16 va 17 avgust kunlari kuzatiladigan ob-havo ma'lumotini e'lon qildi. O'zbekistonda anomal issiq qachon tugaydi? Videorolikni o'tkazib yubormasdan oxirigacha ko'ring. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Agar kanalda yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni, videoroligimizga esa like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Alloh barchangizdan rozi bo'lsin. Diqqat qiling. O'zgidromet prognozlariga ko'ra 16 va 17 avgust kunlari mamlakat bo'yicha issiq ob-havo saqlanib turadi. Kunduzgi havo harorati 37-40 daraja atrofida. Janubda va cho'l hududlarda ba'zi joylarda 41-43 darajagacha issiq bo'ladi. Yakshanba kuni issiq biroz kuchsizlashadi. Uncha sezilarli bo'lmasa-da, harorat 2-3 darajagacha pasayadi. Kechalari asosan harorat 21-26 daraja bo'ladi. 16 va 17 avgust kunlari havo biroz bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Respublika bo'yicha ba'zi joylarda shamol tezligi 13-18 metr sekundgacha kuchayishi, ayrim joylarda chang-to'zon bilan kuzatilishi mumkin. Toshkentda dam olish kunlari havo biroz kam bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Havo harorati asosan kechalari 23-26 daraja. Yakshanba kuni 36-38 daraja bo'ladi. Shamol sharqdan 3-8 metr sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 10-14 metr sekundgacha kuchayishi, shaharning ayrim joylarida chang-to'zon bilan kuzatilishi mumkin deyiladi ma'lumotda. Avgust oyi oxiriga kelib O'zbekiston hududiga nisbatan salqin havo kirib kelishi mumkin. Natijada kunduzgi harorat asta-sekin 25-30 darajagacha pasayadi deyiladi O'zgidromet xabarida. Hurmatli tomoshabinlar, videoroligimizga like bosib, videoni barcha tanishlaringizga yuborib, ogohlantirib qo'yishni unutmang.